Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, mo'min musulmonlar. Bugun siz azizlarga Qur'onning 114-surasi, ya'ni har bir inson uchun eng kerakli bo'lgan, ham qisqa, ham yodlashga qulay bo'lgan kichik bir suralardan Nas surasini yod oldirishni maqsad qildik. Qur'oni Karimning oxirgi surasi bo'lmish bu sura-i karimaga ham uning birinchi oyatidagi Nas so'zi nom bo'lib qolgan. Nas odamlar deganidir. Bu sura-i karima yomonlik bilan yaxshilik orasidagi kurashni tasvirlaydi. Shu bilan bir vaqtda yomonlikdan uzoqda bo'lishlik va undan g'olib kelishlikda Alloh taolodan yordam so'rashga biz musulmonlarni undaydi. Nas surasi Alloh taolodan yordam so'rash surasidir. Nimadan yordam so'rash? Shayton vasvasasidan, insonlarning yomonligidan yordam so'rash. Bu sura-i karimani doimiy aytib yurish kerak. Imom Buxoriy Oysha onamizdan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har kecha joylariga yotsalar, ikki kaftlariga Qul huvallohu ahad, Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas suralarini o'qib, dam solib, badanlariga surtib yotardilar. Falaq va Nas suralari bir-birlariga uzviy bog'liqdir. Inshaalloh siz azizlarga avval Nas surasini yodlatib olganimizdan so'ng, keyingi videolarimizda Falaq surasini ham yodlatamiz. Ularning nozil bo'lishi ham birga bo'lgan va doimo birga zikr qilinadi. Ushbu ikki sura birgalikda qo'shilib Muavvizatayni, ikki panoh tilovchi deb nomlanadilar. Chunki ikkovlari ham a'uzu, panoh tilayman so'zi ila boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ham ikki Muavvizatayni birgalikda zikr qilingan. Imom Buxoriy, Imom Muslim va Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda Oysha onamiz radhiyallohu anha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qachon toblari qochsa, Muavvizataynini o'qib dam solar edilar. Ul zotning dardlari og'irlashganda men qiroat qilib barakasi umidida qo'llarini surtar edim deganlar. Imom Muslim va Imom Termiziy Uqba ibn Omir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda menga ushbu kecha nozil qilingan oyatlarni bildingmi? Ularning misli hech ko'rilmagan. Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin nas dedilar. Imom Abu Dovud va Imom Nasoiy Uqba ibn Omir radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tuyalarini safarda yetaklab borardim. Ul zot sollallohu alayhi vasallam: "Ey Uqba, eng yaxshi ikki surani senga o'rgatib qo'yaymi?" dedilar va Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nasini o'rgatdilar. Demak, inshaalloh bugun siz azizlar bilan Qul a'udhu bi robbin nas, ya'ni Nas surasini birgalikda yodlashni o'rganamiz. Va siz ushbu videoni oxirigacha ko'rish bilan Nas surasini yod olgan bo'lasiz inshaalloh. Albatta Alloh taoloning izni bilan. Va ushbu surani doimiy takrorlab yuradigan bo'lsangiz, hayotingizda bu suraning ta'sirini ko'rasiz. Chunki mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqoridagi hadisdan ko'rinib turibdiki, qo'llariga dam solib ushbu sura bilan badanlariga surtar ekanlar. Va yana bir narsaki, ushbu surani yotishdan oldin ham takrorlab uxlasangiz, inshaalloh Alloh taolo sizlarga hech bir shayton, jinlarni yaqinlashtirmaydi. Har xil bema'ni tushlar ko'rishdan xalos bo'lasiz. Hattoki biz yuqoridagi hadislardan ko'ryapmizki, bu sura insonning dardiga ham shifo suralaridan biri ekan. Nas surasi. Albatta ushbu surani birgalikda yodlaymiz. Nas surasi 6 ta oyatdan iboratdir. Men ushbu surani 5 qismga bo'lib yodlatishni niyat qildim. Avval birinchi qismini men 10 marta aytaman. Siz diqqat bilan tinglab turasiz va undan so'ng siz 10 marta qaytarasiz. Keyin men ikkinchi qismini 10 marta aytaman. Siz tinglab turasiz va undan so'ng qaytarasiz. Undan keyin birinchi va ikkinchi qismini qo'shib men 10 marta aytaman. Siz tinglab turasiz, undan so'ng qaytarasiz. Shu tarzda 5 qismdan iborat bo'lgan 6 oyatli surani siz azizlar bilan yod olishga erishamiz. Albatta mazkur surani yodlashdan oldin poklanib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar junub bo'lsangiz g'usl qiling.
Agar tahoratsiz bo'lsangiz, albatta tahorat oling. Chunki bu Alloh taoloning karomi, Qur'oni Karimdir. Siz endi Qur'oni Karimni yodlamoqdasiz. Ushbu kalomni hurmatini saqlang va poklangan holatda birgalikda yodlashga muvaffaq bo'ling. Albatta men tasvirda Qur'onning arabcha matni, kirilcha matni va tarjimasini beraman. Lekin siz imkon qadar arabcha matnidan yodlashga harakat qiling. Ammo ichimizda aksarlarimiz arab tilini, ya'ni tajvid qoidalarini bilmaydi. U holatda esa kirilcha matnini yodlaysiz. Ammo bu vaqtinchalikka. Demak, siz kirilcha matni bilan kifoyalanishingiz kerak emas. Chunki Qur'oni Karimni tajvid bilan, tartil bilan arab tilida yodlashimiz kerak. Shunga muvofiq siz mening talaffuzimni tinglashga va mening talaffuzim asosida yodlashga harakat qiling. Agar kim tajvid qoidalarini bilmasa, meni talaffuzimni diqqat bilan tinglasin va shu asosda yodlashga harakat qilsin. Demak, Nas surasini yod olishni boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Birinchi qism. Qul a'udhu bi robbin nas. 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 Endi sizni navbatingiz. Juda yaxshi. Endi navbat ikkinchi qismga. Men avval 10 marta qaytaraman. Siz diqqat bilan tinglang. Malikin nas, ilahin nas. 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 Malikin nas, ilahin nas.
Endi sizni navbatingiz. Juda yaxshi. Endi birinchi va ikkinchi qismini qo'shib aytaman. Siz diqqat bilan tinglang. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس 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 إله الناس. Endi sizni navbatingiz.
Juda yaxshi. Endi 3-qismini yodlaymiz. Diqqat bilan tinglang. Min sharril waswasil khannas. Min sharril waswasil khannas. Min sharril waswasil khannas. من شر الوسواس الخناس. 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 Endi sizni navbatingiz. Juda yaxshi. Endi birinchi, ikkinchi va 3-qismini qo'shib takrorlayman. Siz diqqat bilan tinglang. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب
رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Endi sizni navbatingiz. Juda soz. Endi 4-qismini yodlaymiz. Men takrorlayman, siz diqqat bilan tinglang. الذي يوسوس في صدور الناس 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 الذي يوسوس في صدور الناس
الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس. Endi sizni navbatingiz. Juda soz. Endi birinchidan 4-qismigacha bo'lgan oyatlarni men takrorlayman, sizlar esa diqqat bilan tinglaysiz. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Endi sizni navbatingiz.
Juda yaxshi. Endi so'nggi 5-qismini men takrorlayman, siz diqqat bilan tinglaysiz. Minal jinnati wan nas. 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 Endi sizni navbatingiz. Juda soz. Endi to'liq shaklda, ya'ni 1dan 5-qismgacha men aytaman, siz diqqat bilan tinglaysiz. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Endi sizni navbatingiz.
Juda soz. Tabriklayman. Siz Nas surasini to'liq shaklda yod oldingiz. Albatta bu naqadar ulug' baxt. Agar ichingizda kimdir yod olishga hali ulgurmagan bo'lsa, mazkur videoni qaytadan ko'rish imkoniga ega albatta. Siz ushbu surani yod olish bilan birga ma'nolarini ham yaxshi tushunib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Keling, ushbu surani ma'nolarini ham siz azizlarga baholi qudrat yetkazaylik. Alloh taolo Nas surasida Qur'oni Karimda shunday marhamat qilyapti. Ayt, odamlar Robbidan panoh so'rayman. Odamlar podshohidan, odamlar ilohidan. Berkinib ko'rinib turuvchi vasvasachining, odamlar qalblariga vasvasa soladiganning, jinlar va odamlardan bo'lganning yomonligidan. Demak, ushbu 6 oyatdan iborat bo'lgan surada kimdan panoh so'rayapti? Albatta biz faqatgina Robbimizdan, Alloh taolodan panoh so'raymiz. Bu yerda odamlar Robbidan panoh so'rayman deyilyapti. Albatta odamlarning Robbi kim? Alloh subhanahu va taolodir. Ushbu oyatdan bilinib turibdiki, biz faqat va faqat kimdan? Robbimizdan, Alloh taolodan panoh so'rashimiz kerak ekan. Odamlar podshohidan, albatta u Robb va podshohimizdir. Odamlar ilohidan, albatta Alloh taolo bizning ilohimizdir, bizni yaratgan xoliq zotdir. Endi ikkinchi qismida nimadan panoh so'raymiz? Ularning birinchisi berkinib ko'rinib turuvchi vasvasachining, ya'ni shaytonning. Albatta shayton har bir mo'min musulmonning qalbiga vasvasa soladi. Biz agar Alloh taolodan panoh so'raydigan bo'lsak, shayton vasvasa solishni to'xtatib qochar ekan, ya'ni berkinib qochar ekan. Agar biz Alloh taoloni unutsak, shayton yana bizning qalbimizga vasvasa solishni boshlaydi. Odam shayton ham bordir. Ya'ni odamlarning yomonlari shaytonlar hisoblanadi. Odam shaytonlar hisoblanadi. Odam shaytonlar bizni vasvasa solish bilan birga majburlashi ham mumkin. Shuning uchun biz mo'min musulmonlar ham odam shaytondan, ham jin shayton vasvasasidan, yomonligidan panoh so'rab, Alloh taologa iltijo qilib turmog'imiz lozim. Shu tariqa biz Nas surasini to'liq yod olgan bo'ldik. Ushbu surani har kuni aytib yuring. Mana namozda Zam sura sifatida o'qisangiz ham bo'ladi. Buni juda ko'pchilik namozxonlar biladi. Ushbu surani namozdan keyin qiroat qilsangiz ham bo'ladi. Albatta tahorat bilan qiroat qilsangiz maqsadga muvofiqdir. Va yotishdan oldin ham ushbu surani qiroat qilasiz va ikki kaftingizni ochib, qo'lingizga suf deysizda, badaningizga surtasiz, yuzingizga surtasiz. Biz yuqorida o'rgangan hadisga muvofiq, demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Falaq va Nas suralarini o'qib, mana shunday yo'l tutgan ekanlar. Keling, siz ham mana shu ishni boshlang. Ushbu surani chiroyli qiroat qiling, qo'lingizga suf etib, badaningizga va yuzingizga surtib, keyin to'shakka yotsangiz, albatta juda ham go'zal va chiroyli bo'ladi. Siz endi Nas surasini yodladingiz, bunga imkoniyatingiz bor. Inshaalloh men sizlarga va'da qilamanki, Alloh taolo salomat qilsa, Falaq surasini ham xuddi shu zaylda siz azizlarga yodlatishni niyat qilganmiz. Inshaalloh Alloh taolo niyatlarimizga erishtirsin. Duoda bo'ling, duolaringizda bizni ham eslab qo'ying. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.